Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Hamma tinch, omonmi, salomatmisizlar? Kayfiyatlar qanday? Hech kim kayfiyat tushib ketgan yo'qmi qilib? Umuman tushishga hojat yo'q, oson savollar, bemalol ishlab tashlaysiz. Qarang, shu oxirgi tushgan savollardagi mana shu 8000 gram santimetr sekund kvadrat deyapti. O'zi qarang. Newton ikkinchi qonunni bilasizmi? F teng ma degan kuchda formulasida. Newton ikkinchi qonunning formulasi shu. Bu yerda m degani massa, uni birligi kilogramm, a degani tezlanish, uni birligi metr taqsim sekund kvadrat. Shu birlikdan rosa ko'p kelyapti. Birlik uncha qiyin bo'lmaydi. Xo'p, endi bu yerda qarang. Bu yerda kilogramm emas, gram kelgan, metr emas, santimetr kelgan. Tushunasizmi? Yusufov ustozimizga rahmat, baraka topsinlar, tuzib chiqqan ekan. Xo'sh, qarang. Gramda kilogramm millinewtonda so'ragan. So'roq millinewton, necha millinewton deyapti. Endi qarang. 8000 grammimiz o'zi necha kilogramm? 1000 grammimiz 1 kilogramm-ku, 8000 grammingiz 8 kilogramm bo'ladi. 8 kilogramm deyapman. Bo'ldi, bu kilogrammga o'tdik, to'g'rimi? Mana unga keltirib oldik. Endi metrga keltirish kerak. Bu santimetr ekan. Santimetr metrga keltirish uchun 10 darajasi minus 2 metr bo'ladi bu. 10 darajasi minus 2 metr taqsim sekundni kvadrati. Mana minus 2 degani 8 ga minus 2 bo'lsa, ya'ni qarang endi 8 10 usti minus 1 degani bu 8 taqsim 10, ya'ni 0,8 degani. Agar 8 10 usti minus 2 bo'ladigan bo'lsa, bu 8 taqsim 100. Nima bo'ladi? 8 taqsim 100imiz 0,08 bo'ladi. Endi bu millinewtonda, xo'p, qarang, bu 0,08 millinewton ekan. Endi ular newton ekan. Kechirasiz. Endi ular millinewtonda so'ragan. Ayting, newtondan millinewtonga o'tmoqchiman. Nima qilishim kerak edi? 3 kundan men shuni aytibman. Newtondan millinewtonga o'tmoqchiman. Nima qilamiz? Yaxshi. 1000 ga ko'paytiramiz. 1000 ga ko'paytiramiz. Tushundingizmi? Agar millinewtondan newtonga o'tib ber desa, endi 1000 ga bo'lasiz buni. Newtondan bunga o'tmoqchisiz, ko'paytirasiz. Endi 0,08 1000 ga ko'paytirib olsangiz 80 bo'lar ekan mana. Yoki qarang, boshqacha variant qilamiz. Men milli degan 10^-3, grammim o'zi 10^-3 bo'ldi. Shu gram bilan milli bir-biri bilan yo'q bo'lib ketdi deymizda, faqat santimetr qoldi bizga. Santimetrimiz nima bo'ladi? 10^-2 bo'ladi. Mana 2 ta 0 ketadigan bo'lsa, 80 bo'lib qoladi baribir. Bunaqasiga ishlasangiz ham, boshqachasiga ishlasangiz ham, mana shunaqa holat, akalar. Qarang, endi sizga qanaqa tushib qolishi mumkin? Xo'p, 80,000 deyman, qarang, 80,000 deyman, milligram deyman, bo'ladimi? Milligram ko'paygan metr taqsim sekund kvadrat. Shu qancha newton deyapti? Newton deylik mayli. Qarang, bitta narsani tushunib oling, gram bilan milligram boshqa narsalar. Gram bu 10 darajasi minus 3 degani. Ya'ni 1 kilogramda 1000 dan biri. Milligram bo'ladigan bo'lsa, bu 10 darajasi minus 6 degani. Kilogramda 1 milliondan biri bu. Demak, yozamiz 80 milli degani bu 80,000-ku, 80,000 10 darajasi minus 6 deymiz. Shu 4 ta 0 ni mana shunga bersak, 4 ta mana minus 6 dan 4 tasi yo'q qoladi. 8 10 darajasi minus 2 bo'lib qoladi shu. Bu degani 0,08 degani newtonda. Agar millinewtonda desa, yana shu 80 ga to'g'ri kelib qoladi. Qiyin emas, ancha bemalol ishlasa bo'ladi. Xo'p, ikkinchisini qarang. Yoki yana bitta variant qilib beraymi? Men bilmayman-da qaysi kelishini. Boshqachasi kelishi ham mumkin. Mayli, qarang. 8 hamma, shu 8 shartmi? 6 6000 deylik mayli. Gram ko'paytirilgan millimetr taqsim sekund kvadrat bo'lsin. Shu qancha millinewton deyapti. Bu aytganimdek, mana gram bilan millinewtonga ikkalasi bir xil bo'lgani uchun ketdi. Faqat millimetrda hisoblab qo'yishim kerak. Millimetr degani nima bo'ladi, bilasizmi? 6000 degani 6 10 darajasi 3, millimetr 10 darajasi minus 3 bo'ladi. Bu bilan bu yo'q bo'lib ketadi, chunki plus 3 minus 3 yo'q bo'lib ketadi-ki, ayrilib. 6 ni o'zi qoladi. Demak, mana bu yerga millimetr keladigan bo'lsa, 3 ta 0 ni o'chirasiz. Santimetr keladigan bo'lsa, 2 ta 0 ni o'chirasiz. Shunaqa qilib tushuntirgan ma'qul sizga. Bunaqa gaplardan ko'ra tinchgina shunaqa usul qulay bo'ladi-da abituriyentlarga. Ya'ni osonni o'ylaydi-da. Ya sizlar, qarang. Mana santimetr bo'lsa 2 ta 0 ni o'chirasiz. Millimetr bo'lsa 3 ta 0 ni o'chirasiz. 8 bo'lib qoladi misol uchun. Bo'ldimi? Shu zo'r sizga. Yaxshi. Nima bo'lsa ham javobini topsangiz bo'ldi. Xo'sh, ikkinchisiga qarang. Bu harakat tenglamasi, bu tezlik tenglamasi. O'tgan safarlar buni uchrashish vaqtlari keluvdi. Endi aytmasak bo'lmaydi.
x dan hosil olsak v ni beradi. V dan hosil olsak esa nimani beradi? A ni beradi. Hosilani bilamizmi? Hosil degani hosil qilish degani. Bitta narsadan boshqa yangi narsani hosil qilamiz. Mana bundan hosil olaman. Qarang, tushuntirib ketaman. Sonni hosilasi 0 bo'lib ketadi. Bu 6 mi, millionmi, trillionmi, musbat minus 100 mi, plus 80 mi farqi yo'q. Sonni hosilasi 0 bo'lib ketadi. Men x dan hosil olyapman. Har qanday son plus minus son 0 bo'lib ketadi. T ko'payib turgan son borki, 12 timi, 100 timi, minus 500 timi farqi yo'q. T'si yo'q bo'lib ketadi faqat. T'si yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni t'si tushib ketadi deb o'rgatay sizga 12. Endi minus 2 bundan hosil olsa nima bo'ladi desangiz, mana t ni kvadrati bor-ku, shunday oldinga mana 2 ni oldinga ko'paytma bo'lib tushib ketadi. 2 ni kvadratcha oldinga yiqiladi. Mana 2 ni oldiga mana kvadrat mana bunday bo'lib tushadi va bu kvadrat bu oldinga tushib ketganki bu yerda qolmaydi. Demak, x hosilasi 0 deb yozish shart emas. 12 minus 4 ta bo'ldi, to'g'rimi? 12 minus 4 ta. Endi bu x hosilasini nima deyman men? X hosilasi tezlikni berar ekan-ku. Tezligim 12 minus 4 ta bo'ldi. Mana tezlikchi, bu yerda ham tezlik bor. 3 plus 4 ta degan tezlik bor bu yerda. Ikkinchisinikini shunaqa bering. 3 plus 4 ta. Ular nima deyapti bizga? Tezliklar tenglashadigan vaqtni toping deyapti. Qarangda, masalani nimadan ishlashni o'zi aytib qo'ygan-ku. Tezliklari tenglashadi degan bo'lsa, nima deyapti? Qarang, tezliklari tenglashsin. Ikkita tezlikni tengla degani. Tushunasizmi? Mana shu ikkovini bir-biriga tengla demoqchi. O'z masalan shartida nimani aytishni tushuntirib qo'ygan bular, nima qilishdi. 3 plus 4 ta. 4 bilan 4 ni qisqartirib o'rasan, yo'q, bu minus-ku. Tenglama ishlaysiz endi oddiy, buni bu yoqqa o'tkazasiz, plus qilib, buni bu yoqqa o'tkazasiz, minus qilib. Bilasiz, ishorasi o'zgarib o'tadi-ku tenglamada. 12 minus 3 teng 4 ta, mana ham plus 4 ta bo'lib bordi shu yoqqa. Bu 9 teng 8 ta bo'ldi. Tini topmoqchi bo'lsangiz 8 pastga bo'lish bo'lib tushib ketadi. Mana javobda turibdi. Qiyinmas, a? Xo'p, endi sizga qanaqa variant kelib qoladi ertaga? Ikkalasini ham tezlik qilib beryapman, misol uchun. 15 minus 3 ta, ikkinchisi aytaylik 5 plus 2 ta deyapti. Qancha vaqtdan keyin tezliklari tenglashadi? Tezliklari tenglashadi dedim, bo'ldi, tenglaysiz. 15 minus 3 ta teng 5 plus 2 ta. Tenglama ishlang. Buni bu yoqqa o'tkazing. Buni bu yoqqa o'tkazing. Bu yoqqa minus bo'lsa, u 10 bo'lib qoladi. Bu yoqqa plus bo'lsa, 5 ta bo'ladi. 5 ni bu yoqqa bo'lish bo'lib tushadi-ku. T2 bo'ladi mana. Ikkita tezlik qilib bergan bo'lsa. Xo'p, tezlanishni ikkita x tenglamasini bergan bo'lishi mumkin. 20 plus 8 ta minus t kvadrat. Ikkinchisi esa minus 80 plus 2 ta minus emas plus 2 ta kvadrat deylik. Mana shuni tezliklari qancha vaqtda tenglashadi? Qani bitta ishlab ko'ringchi, videoni pauzaga qo'yasizmi? Shunda yaxshiroq bo'ladi. Qisqasi ishlang. Keyin men ishlaganimdan solishtirib ko'rasiz. Nima qilamiz? Biz ishlash boshlaymiz. Siz kutib o'tirmaymiz. Qarang, x keldimi hosil olasiz. Birinchisini hosilasini olyapman. Tushuningiz, mana uni hosilasi 0 bo'lib ketadi, shart emas. Buni hosilasi t yo'q bo'lib ketadi, 8 qoladi dedim. Buni hosilasichi, men yerda 1 turadi yozilmaydi. Mana 2 pastga tushadi, 2 ta bo'ladi mana. Kvadrat oldinga tushadi, bo'ldi. Ikkinchisiga qarang. Minus 80 yo'q bo'lib ketadi, hosilasi son bo'lsa bo'ldi, plus minus farqi yo'q. 2 taning hosilasi 2 bo'ladi. Mana bu 2 oldinga tushadi-ku, nima bo'ladi? 4 ta bo'ladi. Endi tenglayman ikkovini bir-biriga. 8 minus 2 ta teng 2 plus 4 ta. Nima bo'lyapti? 2 tani yoqqa o'tkazaman, 6 ta bo'ladi, buni bu yoqqa o'tkazaman, 6 bo'ladi. 6 teng 6 ta. T teng oddiygina mana 1 sent chiqdi. Shunaqa variantlar kelishi mumkin. 180 metr balandlikdan 3 tezlik bilan uchayotgan samolyotdan bomba tashaldi. Bomba yerga qanday tezlik bilan kelib tushadi? Yo'q, yaxshi. Qarang. Xo'sh, tezlik bilan uchayotgan samolyot mana ma'lum bir balandlikda samolyot uchayapti. H bor, I tezlik bor. Qarangda, shu narsani tushuntirdim. Bundan oldingi video darsda tushib qolishi mumkin deb. Kinetik energiyadan keldimi? Demak, keyingi safar ham potensial ya to'la kelishi mumkin. O'tgan dars ko'rganlar bir izoh yozib olinglar. Ha, mana shuni tushuntiruvdingiz. Mana bugun kelib tushibdi deb. Mana qarang, aytgandik. Bu ham balandlikda bo'lgani uchun mgh bor, buni energiyasi. I tezlikda ketayotgani uchun mv kvadrat taqsim 2 bor. Stolni ustida shar dumalyapti deb tushuntirib berdim. Xuddi mana shu narsani.
Mana shundan kelib tushib turibdi mana bugungi testlarda. Ana qarang. Endi buni bomba tashaldi-ku. Bomba yerga kelib urilgan paytda uni faqat tezligi bo'ladi, yerga kelganda balandlik bo'lmaydi-ku. Endi u yerga urilgan paytda mv kvadrat taqsim 2 degan energiyasi bo'ladi. Bu buni v1 deb qo'yamiz, buni v deymiz. Hozircha buni v0 degan farqi yo'q. Ismingizni bosh harfini qo'yib olmaysizmi? U v indeksdagi narsalar muhim emas. Endi energiyaning saqlanish qonuni bor. Tepadagi ikkita energiyaning yig'indisini bunga tenglab qo'yishimiz kerak. Hozir boshqa yana bitta variantini ham tushuntirib beraman sizga. Osonroq bitta yo'li ham bor. Biratolish oson yo'lini tushuntirmaysizmi deysizmi? Buni ham o'rganib qo'yadiganlar bor-da, buni ham o'rganib olsin. Tepadagi to'la energiyani pastdagi energiyaga tengladim. Massalarga javob berib yuboramiz. Uyingga bor deymiz, ketdi. Qo'shninikiga o'tib ketdi. J 10, H bizda qancha? 180 plus 40 bilan otilgan mana. 40 ning kvadrati bo'lingan 2 teng v ning kvadrati taqsim 2. 40 ning kvadrati 1600, 2 ga bo'lsa 800 bo'ladi. Mana bu o'zi 1800. 1800 ga 800 qancha bo'lyapti o'zi? 1800 ga 800 ingiz 2600 bo'ladimi? 2600 teng v kvadrat taqsim 2. 2 ni proporsiya bu yoqqa chiqadi. 5200 bo'ladi. 5200 teng v kvadrat. Ana endi nima bo'ladi? V da kvadrat bo'lgani uchun bu yoqqa ildiz bo'lib o'tadi. Ya'ni ikki tomondan ildiz olasiz. Ildiz ostida 5200 bo'lyapti vimiz. Endi buni maydalaymiz. 1252 ko'paytirilgan 100 deymiz. 5200 ni. Kalkulyator yo'q deb o'tirmaysiz. 100 dan 10 chiqib ketadi, ildiz ostida 52 qoladi. Endi qarang, o'ylaysiz. 52 agar 49 bo'lganda 7 chiqardi. Bu 49 dan sal kattaroq. Demak, 7 dan ham sal kattaroq nimadir chiqish kerak. 7 dan sal kattaroq nimadir chiqish kerak bo'lsa, 704 mi, 703 mi chiqqanda ham 10 ga ko'payib 73 lar bo'lish kerak. Bu yerda unaqa 80 degan javob bor ekan. Bomba yerga qanday tezlik bilan kelib tushadi? Shu. Xo'sh. Bitta takrorlab ko'rib olamiz. MGH 180 1800 bo'ldi. 1800 plus 40 ning kvadrati. 1600 a? 1600. 2 ga bo'lsa 800 bo'ladi. 800 bo'lsa to'g'ri 2600 ko'paytirasiz. Endi javoblarini xato aytgan bo'lishi ham mumkin. 70 dan kattaroq. Endi 80 ga yaqin emas-da, 79 lar bo'lganda 80 deb yorsak bo'lardi. 73, 72 atrofida nimadir chiqib kelyapti. Xo'p, oson yo'li qanaqa? Oson yo'li boyagi vertikal harakat mavzusiga qo'yib yuborsa bo'ladi buni. Ya'ni h teng v kvadrat minus v nolovoy kvadrat taqsim 2 ga. Umuman fu anaqa kerak emas. Boy energiya saqlanish qonuni kerak emas. Qo'yasiz mana 180 v kvadrat minus 40 ning kvadrati taqsim 20. 20 j10 ga teng-ku, 2 j 20 bo'ladi-da. 20 ni bunga ko'paytiramiz. Xo'sh, ko'paytirsak 3600 bo'lyapti. V kvadrat minus mana 1600 bo'lyapti. Bu yoqqa plus bo'lib o'tadi. 3600 ga 1600 qo'ysangiz, bu ham shu 5200 ga kelyapti. 5200 teng v kvadrat. Shu 70 dan kattaroq nimadir bo'ladi bunda. 4-siga qarang. Qiyalik burchak 30 ga bo'lgan silliq. Ana qarang, silliq dedimi? Silliq deganga bu signal. Mu 0 ga teng. Bu yerda umuman ishqalanish yo'q degani. Shu joylarga e'tiborli bo'lasiz. Akalar. 3 va 2 kg massali jismlarni ushlab turish uchun eng kamida qanday kuch kerak bo'ladi? Jismlar ustma-ust joylashgan. Bo'ldi, ustma-ust joylashgan bo'lsa ham, silliq degandan keyin qarang-da, ustma-ust joylashganmi? Yoki mana bunaqa joylashganmi? Mana bunda ip orqali joylashib, mana bunda ushlab turgan bo'lishi mumkin. G'oz mana bunda ushlab turibdi. Общий massani olasiz. Bu 2 kg, bu 3 kg bo'lsa, umumiy 5 kg. 5 kg ni pastga qanaqa kuch tortyapti? Sudrauvchi kuch tortyapti. Siz uni ushlab turishingiz kerak. Tamam, bo'ldi. Siz mana shu sudrauvchi kuchni yengib tursangiz bo'ldi. Sudrauvchi kuch pastga tortaman, tushirib tashlayman deyapti. Shunga qarshi chiqib tursangiz bo'ldi. Ya'ni sizni tortayotgan kuchingiz shu sudrauvchi kuch mg sin alfaga teng bo'lsa bo'ldi. Massaga общий 5 kg olasiz, umumiy massani olasiz. J10 olasiz. Sinus 30 gradus degan, 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Javob 25. 25 degan javob iye. Bizda yo'q-ku bunaqa javob. 5 50 eng kamida qanday kuch kerak bo'ladi? Newton jismlar ustma-ust joylashgan.
Xo'sh, usmon joylashganda bularning orasida ishqalanish kuchi bo'lgan taqdirda bu yerda umuman ishqalanish koeffitsiyentini ham bermagan. M общий 5 kilogramm 50 и 30 gradusmidi o'zi? Ha, 30 gradus. 1 taqsim 2 sinus. 25 bo'ladi. 25 degan javob yo'q lekin bu yerda. Ko'rasiz, 25 endi bu yerda bu qanaqasi test o'zi? Ichkariga kiryapti abituriyent, chiqyapti-da, ustozga mana shartini o'qib beryapti. Shuning uchun shartda tepada ham sal kamchiliklari bor. Ya'ni bunday sal kelishtirilmaganda masala shart. Eslab aytib beryapti-da, javobni ham eslab aytyapti. 30, 40, 50, 60 bor edi, deyapti. Shu bo'yicha tuzyapti bu narsani. Tushunapsizmi? Shuning uchun 25 degan javob bo'lsa, o'shani bosasiz. Endi buni qanaqa variant kelishi mumkin yana? Qarang. Vaqiy tekislik. Xo'sh, mana jism turibdi, ikkitami, bitta farqi yo'q. Ishqalanish bor deb qolsa nima bo'ladi? Ishqalanish bor desa pastga o'zi sudrauvchi kuch bor. Tepaga ham ishqalanish kuchi bor. Shu ishqalanish kuchi yetmayapti. Siz unga poddeshya qilib, yordam tariqasida F bilan ushlab turibsiz mana. Bitta tenglamasini aytib yuboringchi, kim aytadi menga? Men tushuntirganman bu narsani. Dinamikada qanaqadir bitta zo'r qoida bor, shuni tushunsa, любой masalani sochib yorsa bo'ladi. Bir xil yo'nalishdagi kuchlar qo'shilib, qarama-qarshiga tenglab qo'yiladi deganmiz. Demak, bir xil yo'nalishda ishqalanish bilan boyagi ushlab turilgan kuch bor. Unga qarama-qarshi sudrovchi turibdi. Demak, buni so'raganmiz bizda sudrovchidan ayirib tashlaysiz ishqalanishni. Sudrovchi bizda mg sinus alfa ayirasiz boyagi mu mg kosinus alfani. Ishqalanish kuchi q-tekislikda shu. Mu mg kosinus alfa. Yoki men yerda nimadir shart qolib ketgan, nimadir bo'lgan ishqalanish, lekin silliq degan ishqalanish yo'q aniq. Xo'sh, 5-savolga qarang, nima deyapti? 5-savolda Porsche bir atomli ideal gazga shuncha avval izobarik ravishda shuncha issiqlik berildi. Porschedagi bir atomli ideal gazga. Xo'p, qarang, bir atomli desa, erkinlik darajasi son degan narsa borda, I teng 3 bo'ladi. Ya'ni Q teng 5 taqsim 2 A bo'ladi. Ya'ni bu issiqlik miqdori bu bajarilgan ish. A ni topadigan bo'lsa, qarang, 2 bu yoqqa chiqadi. A teng 0,4 Q bo'ladi. Delta U teng 0,6 Q bo'ladi. Ya'ni 40% ishga, 60% issiqlik ichki energiya o'zgarishiga sarf bo'ladi. Shekillasini eslab qoling. Bir atomli desa. Ha, 2 atomli desa I teng 5 bo'ladi. Bunaqa paytda Q teng 7 taqsim 2 A bo'ladi. Endi sizga ertaga 2 atomli deb kelib qolish mumkin. Eslab qolyapsiz, bu 1 atomli uchun, bu 2 atomli uchun. Shunda A nima bo'ladi desangiz, A 2Q taqsim 7 bo'ladi. A delta U nima bo'ladi unda desangiz, delta U 5Q taqsim 7 bo'ladi. Bu yerda A bajarilgan ish, delta U ichki energiyani o'zgarishi. Qaytaraman, ichki energiyani o'zgarishi. Videoni orqaga qaytarib yozib oling agar xohlasangiz. Agar 3 atomli bo'ladigan bo'lsa, 3, 5 demak keyingisi necha bo'ladi? 7 mi? Yo'q, 6 bo'ladi. Bunaqada nima bo'ladi desangiz, 4A bo'ladi. Q teng 4A. A ni topsangiz, men yerga yozib qo'yaman mayli. A teng 0,25 Q bo'ladi. Ya'ni sizga issiqlik miqdorini berib ishni so'rashi mumkin. Delta U chi, delta U 0,75 Q bo'ladi. Eslab qoling mana shu narsalarni. Mana sizga aytadi, izobarik jarayon deydi. Izobarik degani bosim o'zgarmas degani. Deydi 600 joule issiqlik miqdori berildi. Qancha ish bajaradi? 2 atomli gaz deyapti. Qaraysiz. 2 atomli gaz bo'lsa A teng 2 Q taqsim 7 ekan. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 600 bo'lingan 7 qilib ishlaysiz. Yoki 3 atomli gaz dedi. 500 issiqlik miqdori berildi dedi. Qancha ish bajariladi dedi. Mana 3 atomli bo'lgan paytda mana bu dedi, mana. 0,25 Q. 500 ni 0,25 ga ko'paytirib yuborasiz. 125 bo'ladi. Delta U teng 0,75 Q mana. Agar ichki energiya o'zgarishi so'rasa, shu 0,75 ga ko'paytirib oladi mana. Endi qarang. 300 joule issiqlik miqdori berilgan. Delta U qarang. Bay 0,6 Q dedim-ku birinchisida, bir atomli uchun. Demak, 0,6 degani 0,6 ko'paygan Q issiqlik miqdori 300 bo'lyapti bu yerda. 300. Bitta 0 bersangiz 180 chiqdi demak. Endi keyingi safar adiabatik sovuq shuncha ish bajar. Adiabatikda delta U A ga teng bo'lib qoladi. Adiabatik jarayon sharti shunaqa. Adiabatik desa delta U A ga teng bo'ladi, 64 bo'ladi. Ya'ni qancha ish bajarsa, ichki energiya o'zgarishi uchun ishni o'ziga teng bo'ladi. Endi aytayapti bizga ikkala holdagi ichki energiyalarning nisbati necha marta farq qiladi deyapti. Necha marta farq qiladi ikkalasi?
3 marta farq qiladi. Demak tushundingiz, mana bu yerda yodlab qoling, yetadi. Sizga qo'shimcha kelishi mumkin bo'lgan variantlar 1 atomli desa mana shu, 2 atomli desa mana bu, 3 atomli desa mana shu yerni eslab qolasiz. Mana bu quv issiqlik miqdori, 3 ta narsa. Bu quv issiqlik miqdori, ya'ni gazga berilgan energiya deydi yoki issiqlik miqdori deydi. A bajarilgan ish, delta u ichki energiya o'zgarishi. Adiabatikda esa ikkalasi teng bo'lar ekan. A teng delta u. Adiabatik deb kelib qolsa, mana delta u ga teng. Xo'sh, bunga 6-si ekan. Sig'im S bo'lgan kondensator qoplama orasiga dielektrik simni. Demak, S bo'lgan kondensator E ga teng bo'lgan modda kiritildi. Bu degani qarang, o'zi ana kondensatorning sig'imi epsilon 0 S taqsim D bo'ladi-da. Agar ichiga bir modda kiritiladigan bo'lsa, epsilon 0 S taqsim D bo'ladi. Yassi kondensator. Bu narsalar ham yopiq guruhimizda tushuntirilgan, ekspert guruhimizda to'liq mana shu mavzu o'tilgan. Shundan kelib tushyapti mana. Har yilin chunki tushadi bundan, shuning uchun bu mavzular yaxshilab o'tib berilgan. Mana dastlab S bo'lib turibdi, orasida havo bor, keyin orasiga mana bunaqa muhit kiritilyapti. O'zgaryapti, S2 deb qo'yamiz qanaqadir. S1 deng mayli. S1 bo'lib qoldi sig'imi. Endi bu yerda elektrik sindiruvchanligini E deb beribdi-da, o'zi epsilon bo'ladi, mana shu. E deb beribdi endi mayli. Demak, S1imiz epsilon 0 S taqsim D deymiz. Ya'ni orasiga qanaqadir muhit kiritilsa, mana shu ko'payadi suratiga. Endi aytyapti, umumiy sig'im S ga teng bo'lishi uchun qanday kondensatorni ketma-ket ulay mana shunga deyapti. Endi shu mana uni sig'imi S dedik-ku. Endi orasiga nimadir kiritilgandan keyin sig'imi o'zgardi-ku. Shu sig'imi dastlabki mana unga teng bo'lishi uchun qanaqa kondensatorni ketma-ket ulay mana S1 ga deyapti. Umumiy S ni bersin deyapti. Qarang qanaqa qilib ishlaymiz buni. Ketma-ketda mana bunaqa edi formula S1 S2 S1 plus S2 edi. Shu S ga teng bo'lsin deyapti. S1 o'rniga qarang bunday qilsak bo'ladi, almashtiramiz. S boya epsilon 0 S taqsim D bo'ldi. Keyin orasiga nimadir kiritganimizdan keyin epsilon 0 S taqsim D bo'ldi. Siz mana buni o'rniga bas S ni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi-ku, qarang mana shu narsa S ni beryapti-ku. Demak, S1ingiz ko'paytirilgan S ga teng ekanda. Shuning uchun S1 o'rniga ko'paygan S plusdan ko'paytirilgan S2 mana S2 taqsim ko'paytirilgan S plus S2 teng mana S. Bu o'rta ko'paytma bo'lgani uchun mana bu bilan mana qisqarib ketsa bo'ladi. Shunda ko'paytirilgan S2 taqsim ko'paygan S plus S2 teng 1 bo'lib qoldi mana bu yerda. Endi proporsiya qilasiz, S2 ni topishingiz kerak qisqasi. Ko'paygan S2 ko'paygan S plus S2. Bu S2 ni bu tarafga o'tkazasiz. Ko'paygan S2 minus S2 teng ko'paytirilgan S. S2 umumiy ko'paytuvchi bo'lgani uchun qavsdan tashqariga chiqarib yorasiz. Minus 1 bo'lib qoladi bu yerda. Bu yerda ko'paytirilgan S. Bu S2 ni topsangiz mana qavs maxrajiga bo'lish bo'lib tushib ketish kerak. Demak, mana qarang, ko'paygan S minus 1 turibdi mana javobda bor ekan. Ko'paygan S minus 1. 7-si, oxirgi so'z 7 ta savol bor bu yerda. Keyin buni ikkinchi fayl ham bor. Unda 10 ta savol bor. Ikkalasidan bitta test dars ko'ramiz. Qarang, metal sirtiga 150 nanometr boyagi narsa qarang. Fat effekt uchun Einstein formulasi E foton A chiqish ishi plus E kinetik degan formula bor. Kinetik energiyani bilasiz, nima bo'lib yoyiladi? mv kvadrat taqsim 2. Masalan bunday qarang. Bu foton energiyasini siz h nu deb yoyishingiz mumkin. Hc taqsim lambda deb yoyishingiz mumkin yoki ms kvadrat deb yoyishingiz mumkin. Bu m foton massasi faqat. Chiqish ishini o'zini yozamiz. Chunki bitta narsani tushunib oling, to'lqin uzunligi o'zgarami? Boshqa narsa chastati o'zgarami? Fotonning massasi o'zgarami? Chiqish ishi o'zgarmaydi. Bitta metal uchun chiqish ishi bir xil bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bitta metal uchun chiqish ishi bir xil bo'ladi. Bu kinetik energiya. Hozir bizda mana bu formula kerak bizga. Mana shuni ajratib olamiz. Bu yerda mv kvadrat taqsim 2 deymiz. Taqsim 2. Mana shuni ajratamiz. 150 nanometr to'lqin uzunlikdagi foton oqimi 300 nanometr bo'lgan to'lqin uzunligi bilan almashtirilgan. Qisqasi, elektronlarning maksimal tezligi 3 marta kamaydi.
Qarang nima bo'ldi? Jarayonni tushuntirib beraman. Hs taqsim lambda 150 bo'lgan. Mana bu chiqishi a bo'lgan plus m v kvadrat taqsim 2 bo'lgan. Keyin hs taqsim lambdani o'rniga 300 qilgan paytimizda a o'zgarmaydi deyapman. A umuman o'zgarmaydi. Bitta modda uchun bir xil bo'ladi. Misol uchun qanaqadir kremniy bo'lsa, kremniy uchun bo'ldi. Bitta chiqishi bor, boshqa chiqishi yo'q. Molibden boshqa bir modda. Uning uchun boshqacha chiqishi bor, u o'zgarmaydi lekin. Tezlik 3 marta kamaydi deyapti. 3 marta kamaysa m mana v taqsim 3 ni qavs kvadrati taqsim 2 bo'ladi. Endi qarang, kinetik energiyaga e'tibor beraylik-da. Tezlik 3 marta kamaysa, tezlikda kvadrat bor, to'g'rimi? 3 marta kamaysa bu 9 marta kamayib ketishi kerak. Endi bunday qilamiz. Fotonlar energiyasini E deb ketaman. A plus E kinetik deyman mana. Xo'p, endi bu 157 300 bo'lyapti, makhraj kamayyapti-ku. Makhraj oshyapti, uzr. Makhraj oshsa bu javob kamayishi kerak mana. E taqsim 2 deyman. O'sha A plus nima bo'ladi? 3 marta kamaysa E kinetik taqsim 9 bo'ladi. Tezlik 3 marta kamaysa kvadrati bor-ku, 9 marta kamayib ketadi. Mana bizga sistema bo'lyapti. Chiqishini topishimiz kerak ekan. Chiqishi qanchaga teng? Xo'p, qarang, nima qilamiz? Bu yerdan E kinetikni topaman. E kinetikni topaman. Mana bu nima bo'ladi? E kinetikni topsam, E minus A bo'ladi. Va mana uni o'rniga qo'yib yuboraman. E taqsim 2 teng A plus 9 ni o'zi umumiy makhrajga yo'rarsak ham bo'ladi. 9 A deyman. Umumiy 9 yozaman. Plus E kinetik turadi mana bu yerda. E kinetik o'rniga mana uni qo'yib yuboraman. E minus A ni qo'yib yubordim mana. Kinetik o'rniga. Endi mana A bundan ayrilsa 8 ta bo'ladi. Bu bu yoqqa chiqadi proporsiya bo'lib. 9E bu 2 bu yoqqa chiqadi proporsiya bo'lib. 2 bu 9 tadan bitta ayrilsa 8 ta A plus E bo'lyapti mana. Demak 9E ko'paytiramiz. 16A plus 2E. Bu 2 bu yoqqa ayirma bo'lib o'tadi-ku. Nima bo'ladi? 7E bo'lib qoladi. 7E teng 16A. Bizdan A ni so'ragan. Shunda 7E taqsim 16 bo'lyapti. Biz nimani E deb belgilaganmiz? Boyagi to'lqin uzunligi 150 bo'lgan holatini E deb belgilaganmiz. Endi ishlaymiz mana. 7 E ni yo'yapman. H taqsim lambda taqsim 16. 7 mana H ni YVda so'ragan uchun H ni YVdagi qiymatini qo'yishimiz kerak. 4,14 10 darajasi minus 15. Javoblar har xil-ku, faqat son bilan ishlasangiz ham bo'ladi, darajalar kerak emas. S 3 10 darajasi 8. Lambda 150 nanometr, ya'ni 150 10 darajasi minus 9. Birato'la 16 ni ham beri ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Endi qarang, javoblar har xil bo'lgani uchun 7, 414, 3, 15, 16 qilib ishlaysiz. Bundan bu qisqaradi, 5 qoladi mana bu yerda. Mana shunday hisob-kitob qilasiz, qaysidir bitta javobga kelib qoladi mana bu yerda. Xo'p, keyingi testni ham ochamiz hozir. Xo'p, qarang, keyingi testimiz mana bugun obeddan keyin tushgan 22-chi smenada tushgan ayrim savollar deyapti. Ya'ni ichidan chiqqanlarini boyagi yozib olib bu yerga taxlagan. Yana o'sha birlik qiynmas, bil. Fizika bilmam, yorib yorsa bo'ladi-da. Ozgina tayyorlangan odam maksimal ishlab tashsa bo'ladi. Tavakkalchilar ham 10 tadan 11 ta 12 ta ishlab tashsa bo'ladi. Sal fahm farosati bo'lsa 15 ta ishlab qo'ysa bo'ladi. Tavakkalchilar ham mana shu tushunsa bo'ladi-da, qiyin narsalar emas. Qarang, kilovatdan vattga o'tyapti. Tushuntirganmiz, kilovatdan vattga o'tish kerak. Kilovatdan vattga o'tish uchun nima qilamiz? 1000 ga ko'paytiramiz. 5400 kilovat bo'lsa, bu 504 kilovat bo'lsa, bu 5400 vatt bo'ladi. Tushundingizmi? Kilovat kilonewtondan newtonga o'tyapti. Demak, nima qilasiz? Shu mana shu narsani ko'paytirasiz 1000 ga. Naborot, newtondan kilonewtonga o'tyapti. Nima qilasiz? Mana shu narsani bo'lasiz 1000 ga. Qiyin emas. Bu ham shu 4,5 kilonewton nechini? 4500 ko'paytiring. 6 kilonewton 1400 newton kuchlar qarama-qarshi yo'nalgan deyapti. Natija aytganmiz, qarama-qarshi yo'nalsa ayriladi, bir xil yo'nalishda bo'lsa qo'shiladi. Tik desa, perpendikulyar desa Pifagorga tushadi. Ikkinchi testimizda buni 10 xil variantini tushuntirib berganman.
Menimcha ko'rgan-a bu yerda. Agar yangi qo'shilayotganlar bo'lsa, faqat hozir birdaniga mana shu darsimiz ko'rayotganlar bo'lsa, ular tepaga chiqib, birinchi, ikkinchi darslarimizni ham ko'rsin. Vaqti bo'lsa agar, ertaga ertalabdan imtihonga ketaman demasa, shuni ko'rib uxlasin mayli. Demak, 1400 javobni qarang, Newtonda so'rayapti. 6 kilonewtoningiz 6000 bo'ladi. 6000 dan ayirasiz 1400 ni. Qancha bo'ladi? 4600 bo'ladimi? Bor, 4600. Endi bu yerda Newton emas, kilonewton deb turganda-chi. Kilonewton deb turganda men 1400 ni 1/4 deb olardim. 1/4 kilonewton deb olardim. Tushuningda qarang. Javobini Newtonda so'ragan bo'lsa, Newtondagiga teginmaysizda, narigiga teginasiz. Buni Newton qilib olasiz, ya'ni. Kilonewton deb so'ragan bo'lsa, bu 6 kilonewtonga teginmaysizda, mana uni kilonewton qilib olasiz, mingga bo'lasiz. Aytyapsizmi? Buni mingga bo'lsangiz 1/4 kilonewton. Endi 6 dan 1/4 ayirardingiz, bu 4/6 chiqardi, misol uchun. Bunaqa javob yo'q bo'lib qolishi mumkin. Voy, mana masalan qarang. Boya tushuntirganman men shuni. Kechagi darsda kelgan, men shu shimol janubini tushuntirib beruvdim. Bugun abituriyentga kelib tushyapti mana shu narsa. Ya'ni birinchi testda, ya'ni kechagi testda nima kelib tushdi? Prosta tak bu yoqqa 10 metr yurdi, orqaga palon metr yurdi dedi. Shimol janub degan gap yo'q edi. Endi bugun nima bo'lib tushyapti? Aynan shu shimol janub kelib tushyapti. Tepadagi mana bundan oldingi tashlagan darsini tushuntirdim shimol janubni. Qarama-qarshi bo'lishini, hammasini. Aytyapman, sayyoh dastlab 4 km shimolga, tepaga qarab 4 km yurdi mana. So'ngra 500 metr janubga, janub shimolga teskari bilasiz, mana orqaga 500 metr yurgan. 4 km endi 4000 metr bo'ladi-da. Keyin orqaga 500 metr qaytyapti. Janubga sayyohning umumiy bosib o'tgan yo'li. Voy, osonda. Qo'shvaring bo'ldi, 4,5 bo'ladi. Agar ko'chishi desa, ayirib qo'yasiz mana. Ko'chishi desa 3500 bo'ladi. Yo'li desa qo'shvaring, ko'chishi desa ayirib yuboring. Ikkalasi ham bor, qarang. Tushundingizmi? Ko'chish desa ayirib qo'yasiz. Yo'l desa qo'shasiz. Qisqasi bundan oldin yuklagan videomizni ko'ring. Shimol janub bunaqa masalalarni 10 xilini tushuntirganman. Yana kelib qolishi mumkin. Ko'rganlar bo'lsa, shart emas. 5-siga qarang. 100 metr balandlikdan 5 tezlik bilan pastga otildi. Jismning 4-sekundda bosib o'tgan yo'lini toping. Yaxshi, endi sekund. Pastga otilgan paytda, v0 bilan otilgan paytda qanaqa formula yozdim? v0 + 5 2n - 1 deb tushuntirib berdim. Bu ham yuqoridagi darslarda turibdi. 5 bilan otilgan, bu 100 metr kerak emas sizga. 5 bilan otilgan nechinchi sekund degan bo'lsa, 4-sekund degan-ku, 4-sekund desa shu endi o'rniga 4 qo'yiladi. Nechinchi sekund desa shu endi o'rniga shu qo'yiladi. 3-chi desa 3, 7-sekund desa endi o'rniga 7 ni qo'yasiz. 4 - 1. Mana shu yer hozir 7 bo'lyapti-da. 7 × 5 35, mana 5 bilan 40 bo'ladi javob mana. Bunga qarang. 4 kg massali mushuk h balandlikdan nega buni boshqacha variantini bermaysizmi? Buni to'liq har xil variantini o'tgan tepadagi darsda bor, shuning uchun o'tib ketdim. 4 kg massali mushuk h balandlikdan boshlanish tezliksiz o'zini yerga tashladi. H balandlikdan, ha? Mushukning impulsi shunchaga teng bo'ldi. Yerga kelib urilgan paytda impulsi 12 bo'libdi. Impulsning formulasi mv, juda oson formula. Impulsdan masala kelsa p teng mv. Xo'sh, impulsini 12 deyapti. Massasini 4 kg degan mana 4. V ni topamiz bu yerdan. 4 bu yoqqa bo'lish bo'lib tushadi-ya, bilasiz. V 3 chiqyapti. Demak, yerga 3 tezlik bilan kelgan ekan u. Endi mushuk o'zini qanday balandlikdan mushuk qanaqa balandlikdan o'zini tashlab olgan deyapti. V 3 bo'ladigan bo'lsa, buni formulasi bor. H teng v kvadrat taqsim 2j degan formulasi bor. Vertikal harakatda va yopiq guruhimizda o'tilgan bu mavzu to'liq. Tushundingizmi? Tabiiy qisqa aytganda tilimni g'ildiragi chiqib ketyapti dedi. V nechi bizda 3? 3 ning kvadratini bo'lamiz 20 ga. 9 ni bo'ling 20 ga. 2 ga bo'lganingizda 4,5 bo'lardi. 20 ga bo'lsangiz 0,45 bo'ladi. 0,45 metrda chiqdi bu hozir. Ular santimetrda so'ragan-ku. Shu joylarga e'tibor berasiz. Santimetrda bu 45 santimetrga to'g'ri keladi. Agar metr bo'lganda, qavs ichida metr turganda javob 0,45 ta o'zi bo'lardi. Endi bilmaymiz-da, A javobda 45, B javobda 0,45 kelib qolsa nima bo'ladi? Dabdala bo'ladi. Siz e'tiborli bo'lishingiz kerak unda. Endi nima bo'ladi? To'g'ri javob qanday topasiz? Mana shunga qaraysiz. Bu yerda santimetr kelgan bo'lsa, bu to'g'ri javob bo'ladi. Agar metr kelgan bo'lsa,
Mana bu to'g'ri javob bo'ladi. Shunaqa joylarga e'tibor berishingiz kerak. 130 metr balandlikdan boshlanish relsida tashlangan sizning 3-sekundda bosib o'tgan yo'lini toping. Voy, shunaqa ham oson savollar olib tashlaysizlarmi? Ya, bu yil ditimiga fiziklar bu narsa qistirib kelganmizlar borib. 130 metr kerak emas, 3-sekunddagi yo'li deyapti. Mayli, shuni yana bir takrorlashib qo'yaman. Qarang. Vanaloy teng 0 bilan tashasa, bosib o'tgan yo'sha nechinchidir sekundda bosib o'tgan yo'li 5 2 n minus 1 bo'ladi. Agar vanaloy bilan tashasachi, mana vanaloy bilan tashaldi. Vanaloy 10 mi, 8 mi, 40 mi nechidir desa, endi formula qanaqa bo'ladi desangiz, 5 bo'ladi. 2 n minus 1. Faqat oxiriga qo'shib qo'yish vanaloyni olasangiz, boshiga qo'shib qo'ying, farqi yo'q. Endi yuqoriga otildi degan variant kelib qolishi mumkin sizda. Nima bo'ladi? Yuqoriga otilsa minus 5 deb hisob kitob qilasiz. Yoki bunday qilib tushuning. V nolovoy minus 5 2 n minus 1. Bunda v nolovoyni oldinga yozib olsangiz ham bo'ladi. V nolovoy plus 5 2 n minus 1 mana. Ketdi. Mana ketdi. Hozir bizdagi 3-sekund degan boshlanish tezlik yo'q. Boshlang'ich tezlik siz e'tibor bering mana gapga. Mana formulani o'ziga tushadi. Endi o'rniga 3 qo'ying. Nechinchi mana 3-sekund, nechinchi sekund desa, endi o'rniga shuni qo'yasiz. 2 ko'paygan 3 6, 1 dairasi 5, 5 kere 5 25 deydigan o'da. Keyingisiga qarang. 5 nanokulon minus 8 nanokulon 3 cm ga teng jismlar orasidagi kulon kuchini toping. Kulon kuchining formulasi bor. K Q1 Q2 zaryadda modul bo'ladi. Shuning uchun manfiysiga qarab o'tirmaysiz. R kvadrat faqat. Ya'ni mana 5 bu minus 8 qarab o'tirmaysiz. Masofa qancha? 3 cm. Qarang, javoblar har xil-ku. Javoblar har xil bo'lsa, sizga bitta test variantini tushuntiraman. K ning o'zi formulasi 9 10 darajasi 9. Ana 5 nanokulon 5 10 darajasi minus 9. 8 nanokuloningiz 8 10 darajasi minus 9. Mana modul borki, mana modul minus yeb qo'ydi, yo'q qilardi. 3 cm degan bo'lsa 3 10 darajasi minus 2 ni kvadrati bo'ladi. Agar javoblar menga o'xshab har xil bo'lsa, nima qilasiz? Faqat sonlar bilan ishlaysiz. Darajalar birontasini olmaysiz. Bu test usuli. Ma'lum, yopiq guruhimizda aytib ketgandek, hisob-kitob tezlashtiruvchi usul bu. Mayli, sizlarga ham hammaga aytib o'ryapmiz, mayli. Yordam. 9 ni olasiz, 5 ni olasiz, 8 ni olasiz. Xo'p, bu yerda nima bo'ladi? 3 kvadrati 9 bo'ladi. 9 bilan 9 ketdi. 5 kere 4 40 mi? 4 ni tanlaysiz. Mana javob, javob. Necha sekund vaqt ketdi? 5 sekund vaqt ketdi. Siz buni daraja, bu bilan bu qisqaradi, bu minus 4 bo'ladi, tepaga chiqadi, ana u mana deb o'tirganingizcha, u siz keyingi savol ham ishlab qo'ygan bo'lasiz. Javoblar har xil bo'lsa, shunaqa usullar bor-da, javoblar har xil bo'lsa, faqat sonlar bilan ishlaysiz. Bironta nollar, darajalar agar masalan uchun 900 bo'lsa ham 9 ni olasiz. 0.008 bo'lsa ham 8 ni olib ketaverasiz. Sonlar bilan ishlaysiz faqat. Darrov javobini chiqarib beradi. Hozir bu 40 bo'ldi-ku. 40 ta soniga qarang. Soni 4 mi? Bu yerda 0.4. Bu qachon bu usul yemay qoladi? Agar javobda 0.4, B javobda 4, C javobda 40 bo'lsa, endi stop, bu usul yemaydi endi. Shoshmasdan mana darajalarni hisoblaysiz, chunki qaysi bittasida adashib ketsangiz ham boshqa xato javob chiqib qolishi mumkin. Bitta 0 bilan farq qilyapti, ko'ryapsizmi? 400 bo'ladi bu yerda yoki 0.04 bo'lishi mumkin. Bunaqa javoblar qilib kelgan bo'lsa, sizni qiynamoqchi ular. 9 ga qarang. Buyum oynadan 8 tezlik bilan qochyapti. Mana oyna, oyimdan qolgan tosh oyna qani degan oyna mana shu. Trimo, o'zlaringiz har kuni qaraysiz-ku. 1 soat o'tiradigan oynangiz shu oldida. 8 tezlik bilan qochyapti. Bu yerda buyum bor. Odamda endi o'sha. Aytganmiz, agar 8 bilan oynaga yaqinlashsa, mana bratan ham 8 bilan yaqinlashadi. Agar 8 bilan bu oynadan qochib ketadigan bo'lsa, mana bu bratishga ham 8 bilan qochib ketadi. Tasvir buyumdan qanday tezlik bilan qochadi deyapti. Tasvir buyumga nisbatan demoqchi-da. Xo'p, bu 8 bilan bu yoqqa ketsa, tasvir ham 8 bilan bu yoqqa ketar ekanmi? 8 bilan 8 bir-biriga qarama-qarshimi? Qarama-qarshida nisbiy tezliklar nima bo'ladi? Qo'shiladi. 16 bo'lish kerak edi, lekin bu yerda unaqa javob yo'q. Tasvir buyumdan qanday tezlik bilan qochadi? 8 ni olasizmi? Bu yerda
boshqacha aytyapman-ku, shartida salgina anavlar bo'lishi mumkin. Umumiy mohiyat tushuning, testda bu qo'lda yozilgan narsa. Bu birov aytib turgan yozgan. U DTMda bunaqa bo'lmaydi. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana tasvir buyumga nisbatan qanday tezlik bilan qochyapti desa, 16 bo'ladi, qo'shiladi. Yaqinlashayotganda ham tasvir buyumga nisbatan desa, 2 barobar shu ikkita tezlikni 2 ga ko'paytirib oling. Tushundingizmi? Akalar, bunday narsa. Bir-biriga yaqinlashyapti desa ham, bir-biridan qochyapti desa ham, shu tezlikni 2 ga ko'paytirib javobni tanlaysiz. 10 bo'lsa 20 ni olasiz, 20 bo'lsa 40 ta olasiz, 5 bo'lsa 10 ni olasiz. Endi tasvir ko'zguga nisbatan desa, o'sha tezlikni o'zini olasiz, 5 bo'lsa 5, 10 bo'lsa 10, 13 bo'lsa 13 ta olasiz. Tasvir ko'zguga nisbatan desa, ya tasvir bilan buyum desa, endi 2 barobar katta bo'lsin. Aralashmadagi birinchi gazning bosimi shuncha, ikkinchi gazning bosimi buncha, aralashmaning umumiy bosimi qancha degan savol. Dalton qonuni bor. Bir xil daltonikmisan deydi, u yomon gap deb o'ylaydi. O'zi yomon gap u, lekin u kasallikning nomi. Yomon kasalligi ham daltonik degani rang ajrata olmaslik. Hamma chorni beli bo'lib ko'rinadi. Rang ajrata olmaydi. Oq-qora ko'radi misol uchun. Hamma qizil ko'radimi endi bilmadim-ku. Alloh asrasin bu kasalliklardan. Shu kasallikning nomi daltonik deyiladi. Endi dalton degan odam bo'lgan, o'sha yaratgan bu qonunni. Idishda necha xil gazni bosimi berilsa, hammasini bir tekis qo'shib tashlang. Xo'p, bugun 2 talik kelyapti. Endi sizga ertaga 3 talik, 4 talik kelishi mumkin. 50 kilopaskal, 40, 30, 10 deydi. Qo'shasan hammasini bir tekis, tamom. Aralashmadagi umumiy bosim deydimi? Nechta bosim berilgan bo'lsa, hammasini qo'shing. Tavakkalchi bo'lsangiz ham, umuman ko'chadan bir liboy bitta odam o'tib ketyapti. 70 ga kirgan odam o'tib ketayotgan bo'lsa ham, "Baq qarab oling" deysiz. Mana shuni tushuntirasiz, bova deysiz. Mana shunaqa deydi, masalalarda shunaqa shuncha paskal degan bo'lsa, umumiy bosim top degan bo'lsa, hammasini qo'shasiz, javobi chiqadi deb tushuntirib, endi shundan boshqacha masala bersam, ishlab beradi o'sha odam. Siz ishlab olishingiz kerak endi. 11. Bola ko'zgudan 50 masofada turibdi. Qarang, ko'zgu mana bola 50 sm masofada turibdi ko'zgudan. Buni tasviri ham bu yoqda 50 sm da bo'ladi-ku mana. Tasvir ham 50 ta bo'ladi. O'zini tasviri eng yaxshi holatda ko'rmoqda o'sha paytda deyapti. U qanday optik kuchga ega bo'lgan ko'zoyni taqish kerak? Qarang, mana bunday qarayapti o'ziga. O'ziga bunday qarab turibdi. Mana. Kallasi desangiz, mana bunday o'ziga qarab turibdi bu. Shunaqa men deb basharani qara deb turibdi mana qarab. Kayfiyat ko'taramiz. Men normallik ko'ryapti degan ekan o'sha 100 sm bo'ladi, to'g'rimi? Bu o'zi 50 ta turibdi, tasvir ham naryoqda 50 ta turibdi-ku. Orasi 100 bo'ladi. O'sha 100 sm dan zo'r ko'rayotgan ekan. Endi ko'zoynakda optik kuchi degan narsa bor. 1 taqsim L nolvoy minus 1 taqsim D degan formula. L nolvoy yaxshi ko'rish masofasi, o'zi normal odam 25 sm dan yaxshi ko'rish kerak. Shuning uchun bu 0.25 qo'yiladi. 1 dan 0.25 ga bo'lsangiz 4 bo'ladi. Shuning uchun buni kitoblarda mana bunaqa formulasi ham bor. 4 minus 1 taqsim D. Tamom, mana shu formulani eslab qoling. Iltimos, qiyin emas ekan-ku bu. 4 minus 1 taqsim D, tamom. Mana bu kattada o'sha ko'zoynakning optik kuchi. Nima bo'ladi? 4 minus 1 taqsim bu 100 sm bo'lib ketdi-ku orasi. D da o'sha boyagi yaxshi ko'rish masofasi 1 deyapsiz. 1 da 1 ga bo'lsangiz 1 bo'ladi, 4 dan 1 dersiz 3 bo'ladi. Plus 3 bo'ladi. Mana qarang, minuslari ham bor bu yerda. Plus 3 chiqdi. Qarang-da, misol uchun bittasi aytadi sizga, necha ko'zoynak taqasan desa, -2 taqaman deydi. U nimaligini o'zi bilmaydi. Prosta shu doktor aytgan, aptekaga borgan, optikaga borgan, -2 dan bering degan, olgan, taqqan, zo'r, yarki ko'rayapti. Chotki, ketdi bo'ldi. Nima o'zi u -2, +3 nima? +1 taqaman deydi bir xillab, -1 taqaman deydi. O'zi nima? Tushunib oling. Hayotda ham kerak bo'ladi, birov so'rab qolsa ham. Baya formulani yozamiz. 4 minus 1 taqsimdi. Ochki, ko'zoynak, balobatlar barisi shishadan tayyorlanadi, to'g'rimi? Linza-ku, oyna-ku, shisha. O'sha, ikkita. U shishani optik kuchi bo'ladi. Qavariq bo'ladi, sochuvchi, yig'uvchi linza bo'ladi. 2 xil linzadan tayyorlanadi. Ya'ni bundayroq linza bo'ladi yoki mana bundayroq linza bo'ladi. Shisha-ku, baya ko'zoynaklar oynasi shisha-ku, o'sha shishalarning optik kuchi bo'ladi. O'sha mana shu optik kuch katta D harfi bilan belgilanadi.
U +3 taqaman, -2 taqaman, -1 taqaman deganda o'sha taqayotgan ko'zoynagini shishasini optik kuchini gapirayotgan bo'ladi. Tushundingizmi? Ko'ziga taqib yurgan ko'zoynagini va oynasi, shishasini, o'sha shisha materialini optik kuchi degan narsa bor. Shu haqida gap aytayotgan bo'ladi. Xo'p, endi u qanday ishlab chiqariladi? Misol uchun aytaylik, +3 taqar ekan, mayli. Endi +3 ta hozir ko'rdik, mayli. -2 taqar ekan u. 4 -1 taqsim d deysiz. Mana ishlayapmiz. Endi bu ham matematika akalar. -1 taqsim d ni u yoqqa o'tkazasiz. Plus qilib. Mana -2 bu yoqqa o'tadi, +2 bo'lib. Ha? Tenglikdan bu yoqqa oshib o'tgan paytda ishora o'zgaradi-ku. 1 taqsim d teng 4 + 2. 1 taqsim d teng 6. Endi d ni topmoqchi bo'lsangiz proporsiya. D teng 1 taqsim 6 bo'ladi. Hozir bu metrda bo'lyapti. Endi santimetr bo'lsa 1 metringiz 100 santimetr-ku, 100 taqsim 6 bo'ladi. Endi 100 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsangiz 16,5 mi shu atrof bo'ladi-da, 16,5lar. Demak, u odam 16,5 masofadan 16,5 santimetr masofadan kitobni yaxshi o'qiydi ekan. Bu kitobni o'qishdan kelib chiqadigan narsa. Qarang, siz 25 santimetrdan normal o'qishingiz kerak. Times New Roman shrifti. Wordda ishlaydiganlar bormi? Word standarti bor-ku, 14 shrift, Times New Roman. O'sha standart. O'shandan listga chiqardingiz. Bir list tekst bor, 14 shriftda Times New Roman'da chiqardingiz. O'sha listdagi standartni siz 25 santimetrdan normal o'qishingiz kerak. Yaqindan zo'r o'qisangiz ham u nuqson bor degani. Bunday qilib zo'r o'qisangiz ham nuqson bor degani. Ha, misol uchun bir xil, men uzoqdan ko'zim dahshat gazlaydi deydi. U uzoqdan o'qiydiganda ham ko'zda nuqson bor degani. Yosh o'tgandan keyin bitib o'qiydigan bo'lib qoladi-ku. Bir nima bitib o'qiydi. 25 santimetrdan o'qiy olmaydi. Ko'zda o'sha nuqsonlik paydo bo'ldi degani. Bir xillar bitib yaqindan o'qiydi, nuqsonlik va aniq bor degani. Uzoqda olmayapti, u gazlamayapti uzoqda. Tushunyapsizmi? Demak, siz 16,5 santimetrdan yaxshi o'qiydi ekan. Demak, qarang, bitta narsani keltirib chiqaramiz shu yerdan. Men -2 bo'lgan paytda o'zi normal odam 25 santimetrdan o'qish kerak deyapmiz, ha? U 16,5 santimetrdan o'qiyapti. Demak, yaxshi ko'rish masofasidan yaqinlashib ketgan, to'g'rimi? Savol keladi, qarang. O'quvchi deydi, kitobni yaxshi ko'rish masofasidan yaqinroqda o'qiyapti deydi. Ya'ni u kitobni yaqindan yaxshi o'qiyapti deydi. 25 santimetr qisqasi chegara. 25 santimetrdan ichkariga olib kirdingizmi, bo'ldi, u yaqindan yaxshi o'qiyapti deb gapiriladi. Bitib uzoqdan o'qiyapsizmi, uzoqdan yaxshi o'qiyapti deb aytiladi va uzoqdan ko'rarlik deyiladi. Mana uni yaqindan ko'rarlik deyiladi. Yoki yaqindan ko'ruvchi ko'z deydi, yoki yaqindan ko'rarlik. Yaqinroq gapirayman, yaqindan ko'rarlik. Kayfiyat ko'taramiz, abituriyentlar, oson savol. Uzoqdan zo'r o'qiyapsizmi, uzoqdan ko'rarlik deyiladi. Xo'p, endi nazariy savol. Yaqindan ko'radigan odam optik kuchi qanaqa ko'zoynak taqish kerak? Qanaqa taqish kerak ekan? Manfiy taqish kerak ekan. Uzoqdan ko'radigan odam optik kuchi qanaqa ko'zoynak taqish kerak? Musbat taqish kerak. Hozir shuni ham tushuntiraman. Men qarang, bitta odam, oling yana 25 santimetr emas, 50 santimetrdan zo'r o'qiyapti. U qanaqa achki taqish kerak? Optik kuchi qanaqa bo'lgan achki taqish kerak? Yozamiz. 4 - 1 taqsim d deyman. 4 - 1 taqsim d ni o'rniga 50 santimetr-ku, 0,5 metrga o'tkazasiz-da. 50 santimetringiz 0,5 metr bo'ladi. 1 dan 0,5 ga bo'lsangiz 2 bo'ladi. 4 - 2 bu +2 chiqdi, to'g'rimi? Ha, demak siz qarang-da, misol uchun uydagi kattalarga borki, bobongiz, buvingizga, dodangizga o'zingiz achchiq tanlab bersangiz ham bo'ladi. Nima qilasiz? Boyagi shrift, 14 shriftdagini o'qitib ko'rasiz. Qarang, lineyka bilan o'lchang. 30 santimetrdan qo'ying. Uncha yaxshi o'qimayapman. 40 santimetrga qo'ying. Zo'r o'qiyapman, bo'ldi. 50 ga olib boring. Yo'q, yaxshi emas, 40 ga qaytar deydi. 40 dan yaxshi o'qiyapman deydi. Bo'ldi, hisob-kitob boshlaysiz. D teng 4 - 1 taqsim d. Qanchadan yaxshi o'qidi u? Bobongiz 40 santimetrdan yaxshi o'qidi. 40 santimetringiz 0,4 metr bo'ladi. 1 dan 0,4 ga bo'lsangiz u 2,5 bo'ladi. 1 dan 0,4 bo'lsa 2,5 da. 4 dan 2,5 ayirsangiz 1,5 chiqdi. Bu 1,5 bu +1,5 degani. Ha, bo'ldi, aptekaga borib, optikaga borib +1,5 achki bering deysiz, olib kelasiz, taqadi, yaxshi ko'rishni boshlaydi, yaxshi ko'radi. Va ya'ni
U ochki taqqandan keyin boyagi 40 santimetrdan o'qiyotgan odamni 25 santimetrga olib kelib beradi. U sun'iy ravishda ochki shunaqa xususiyatga ega. Ochkisini olsa u 40 santimetrdan zo'r o'qiyapti. Ochki taqqandan keyin endi u 25 santimetrdan o'qiydi. Boyagi normal insonning ko'zini boyagisini tenglashtirib beradi. Tushunasizmi? Asl hisob kitob qilib o'rtadan plyus ishlab yorib, esingizdan chiqib ketdi. Plyusmidi, minusmidi? Plyus edi deb bosib yorib 4 plyus 1,5 qilib plyus 6,5 li ochki olib kelib bersangiz, basharangizga qarab otadi. Buni turyoq qilib nima bolaga ko'tarib kelding deydi. Opishim ko'zi og'rib qoladi, hech bolani ko'rsatmay qoladi. Tushundingizmi? Yoki men yerda umuman boshqacha hisob kitob qilib minus 10 ochki olib kelib tursangiz, borib nima bolani olib kelding sen, qanaqa fiziksan deydi-da. Ketdim optikaga, yana doktorga deydi-da, boradi keyin borib, glaznoydan borib, normalniy anasini olib keladi. Glaznoylar mana shunday hisob kitob qiladi. O'qiladi. Golovin-Silsov jadvali bor ekan, harflar katta, kichkinalashib ketgan. O'shani ko'rsatib ko'radi-ku. Shundan jadvaldan topadi. Yoki o'sha o'qitib ko'rsa ham bo'ladi. Bunday tutadi, qancha santimetrdan o'qiyapsiz, nima bo'lyapti? Oyna, yana bitta boya masaladan berib o'raylik. Oyna. O'sha odam, mana bu odam oynadan 10 santimetr masofada tursa, o'zini tasvirini normalni ko'rar ekan mana. Qarayapti o'zini tasviriga. Mana bu nonkalla ham bunga qarab turgan bo'ladi, aniqki. Mana. Bu ham 10 santimetrda turadi. Bu 10 bo'lsa, bu 10 bo'ladi, boshqacha bo'lmaydi. Ya'ni qarang, siz oynadan 50 santimetrda turibsiz, cho'ta o'zingizni xira ko'ryapsiz oynada. Yaqinlashdingiz, 30 ga keldingiz, cho'ta xira. 10 ga keluvdingiz, zo'r ko'ryapsiz, yaxshi. O'zingiz tasviringiz tiniq bo'ldi 10 santimetrda. Qanaqa ochki taqishim kerak? Demak, qarang, siz 20 santimetr masofani normalni o'qiyapsiz degani, normalni ko'ryapsiz degani. Bu 10 bo'lsa, siz tasviringizdan 20 santimetr masofadasiz-ku. Demak, hisob kitobni boshlaysiz. 4 minus 1 taqsim d ku formula. O'sha d degani shu boyagi aytilayotgan masofalarda. Boyagi ochki taqmagan paytda boyagi nuqsonli ko'z qancha masofadan ko'ryapti? Shu 20 santimetr ekan buniki. Qo'yaman 20 santimetr mana. 4 minus 1 taqsim 20 santimetrimiz 0,2 metr bo'ladi-da. Metrga o'tkazib qo'yasiz bu yerga. 1 dan 0,2 ga bo'lsangiz 5 bo'ladi. 4 minus 5. Bu nima? Minus 1 chiqdi. Bo'ldi, demak bu minus 1 ochki taqish kerak ekan. Qiyin emas ekanmi? Qiyin emas ekan. Omad hammaga, hurmatli abituriyentlar, qiyin emas. Mana shu darslarni ko'rib chiqing. Mana shunga o'xshab mana har xil variant qilib beryapmiz sizga. Mana shunchadan tushadi. Men aytayapti-ku, kirganlar o'sha darsingizdan tushuntirgandan kamida 5 ta o'ziday tushdi. Shu sal o'zgardi, lekin mohiyat o'sha tushuntirganingizdek. Endi u 5 ta deyapti. U tavakkalchi bo'lishi mumkin. 10 tagacha tushib berishi mumkin mana shularning ichidan. Yaxshilab tushunib oling. Qo'rqmasdan kiravering. Hayajon bo'lmasin. Bemalol ishlab chiqasiz. Xudo xolasa omadlaringiz kelib qolmaydi. Oson savollar tushadi. Bir qiyin savol ko'rayotganimiz yo'q. Bemalol ishlasa bo'ladi. Kayfiyat ko'tarildimi? Sal qiziqtirib o'tishga harakat qilamiz darslarda. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad, hammaga omad. Yaratgan o'zi qo'lida.